Assalomu alaykum qadrdonlar. Toshkentga, Vodiyga dastavkamiz bepul bo'ladi. Bu ko'rib turganlaring to'yxonamiz bo'ladi, plastmassa polliga. Bundan tashqari bizda qo'yxonalar ham mavjud bo'ladi. Endi qish kunlarida qo'y boqish umuman muammo emas. Biz sizga maslahat beramiz. Sababi, agar qo'y siydigi bo'ladigan bo'lsa, go'ngiga aralashib, oyog'i og'rib qoladi, ko'p vaqt boqolmaysiz. Ya'ni so'yib yorishingizga yoki sotib yorishingizga to'g'ri keladi. Bunda bo'ladigan bo'lsa, qarang. Oralari ochiq ko'rib turganingizdek siydigi tushib ketadi, go'ngi tushib ketadigan, ya'ni axlasi tushib ketadigan darajada oralarini ochib qo'yganmiz. Taxtalari ham 3 yil, 4 yil davomida umuman chirimaydi. Sababi sasnadan qilganmiz. Sasna baquvvat bo'ladi, quriganda ham boshqa bo'lganda ham agar nam bo'lsa ham unaqa eshilib ketish xususiyati yo'q. Qalinligi 3 ga 9 rossiyskiy sasna tashlaganmiz. Taxtalarimizni hammasi yangi ko'rib turganlaringda mana jigarlar e'tibor berib qo'yasizlar. Bu tomoni 3 ga, bu tomoni 9 bo'ladi. Xudo xolasa taxtalarimiz moshinasidan qilingan. Yangi narsa olib kelamiz. Bundan tashqari qo'yxonalarimiz 80% profil, 20% konteyner mahsulotlari ishlatganmiz jigarlar. Videoni boshidan bitirgan like bosinglar, ko'pchiligiga yetib borsin. Bo'lar bo'lmas hali faxsh videolar qo'ymayapmiz. Insonga kerak bo'ladigan, ya'ni o'sha uyida, ro'zg'orda ishlaydigan, kerak bo'ladigan narsalarni chiqarib yoritib boryapmiz. Jigarlar like bosib qo'ysangiz, sizdan hech narsa ketmaydi. Xo'p. Endi ikkita qo'ydan boshlab 10 ta, 15 tagacha chegarasi yo'q. Qilib beraveramiz. O'sha aytganimizdek, Toshkentga, Vodiyga, shahar ichiga dastavkamiz bepul bo'ladi, jigarlar. Toshkent shahar, Yangiyo'l, Angren, Ohangaron, Toshkent shaharining ichi, Kelis atroflarini ponni yetkazib beramiz. Andijon, Namangan, Oltiariq, Marg'ilon, xudo xolasa yetkazib berishdan muammo yo'q. Xo'p. Endi qo'yxonamiz ponni galka bo'ltli bo'ladi. Yig'ishtiriladigan varianti ko'rib turganingizdek, kreplenlarning ustiga minadi. Keyin galka bo'ltga ham umuman kuch kelmaydi, ko'rib turganingizdek. 80% profil, 20% konteyner. Klaskalarga ham javob beramiz. Mana klaska sepilmagan holati ko'rib turganingizdek, mana har bitta joyini chaqlab, odamning qo'lini ham qo'ydi. Umuman kesmaydigan holatda, juda chiroyli holatda qilganmiz. Hamma joyini chaqlab, svarkalarga ham javob beramiz. Xudo xolasa, mustahkamligiga juda ham mustahkam bo'ladi. Bu endi kraskaga tayyorlandi. Pol taxtasini endi qatiramiz. Bu 5 xonali varianti bo'lgan. Xonalikda aslida o'zi kimlar oladi, qanaqa qo'y olgan boqayotgan odamlar ishlatadi deganlar uchun, misol uchun, siz qo'chqor boqasiz, u qo'chqorni 4 oy, 5 oy, 6 oy yemlab turib, yaxshi yem bilan yemlab turib, sotishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, siz qo'chqor boqsangiz bo'laveradi. Ya'ni shunaqasidan olishingiz kerak bo'ladi. Sababi bitta joyda turadi, bir hafta 10 kunda bitta aylantirib qo'ysangiz bo'ldi. Ortiqcha qimillab aylanib, burilib yurish shart emas. Yemlayotgan qo'y, ya'ni qassobga topshiriladigan qo'ylarda shunaqangi kichik joylarda boqiladi. Yeydi, yoziladi, yana o'shaqa holat bo'ladi. Kunda shunaqa o'tadi, kuni. Endi shunaqa holat. Xo'p. 1 xona, 2 xona, 3 xona, 4 xona, 5 xona qilganmiz. Общий razmeri 1,5 ga 375. Har bitta xonasi 75 ga 1,5 dan to'g'ri keladi. Kichkina emasmi deganlar uchun kichkina emas. 80 dan ham qilib beraveramiz agar xohlasalaring. Bu ham polni yig'iladigan, poldan tevasi atroflari polni yig'iladi. Perigorodkalari ichida 4 ta bo'ladi. Общий 5 xona. Har bitta xonasini o'zi aslida 1,250 ming so'mdan yanvar oyida chiqaryaptik. Hozir endi mayli odamlarga pul topish qiyin bo'lmayapti. Rossiyalarda, Qirg'izistonlarda ag'dabada ishlab turib qo'y qilaman, ro'zg'or qilaman deyapti. 1,200 ming so'mdan xonasini qilib beryapmiz. Toshkentga, Vodiyga dastavkasi ham bepul. Jigarlar, o'zlaring olib ketaman desalar ham dastavkasidan o'tib beramiz. To'g'ri tushunasizlar. Hozir bitta Isuzuga mana shu yuk bo'ladi. Misol uchun bitta Isuzuda 5 ja sig'dirsak, 4 ta 5 ta sig'diryapmiz. Isuzu ham Toshkentga yoki Vodiy bo'ylab tarqatadigan bo'lsa, 2 million, 2,5 million pulimizni oladi jigarlar. O'sha hisobga olib qo'yasizlar. Demak, bu aniq bo'ldi. Endi 1,5 ga 4 metrlik usti yopiq varianti 5 million 600 ming so'mga chiqyapti. Ko'rib turganingizdek, oxirigacha mana shu to'sadi. Ikkita ish eshigi bo'ladi, ikki chekkasida, o'rtasida perigorodkasi ham bo'ladi. Hozir yo'q, mana perigorodkasi yerda turibdi. Perigorodkasi bo'ladi. Narxi tomsiz bo'ladigan bo'lsa 4 million 600 ming so'm bo'ladi. Tomi bilan 5,5 million so'm bo'ladi. Bundan tashqari bu 3 xonali ko'rib turganingizdek, mana buni 3 million 600 ming so'm qilib berdik. 3 xona taxta poli bilan birgalikda. Xo'p, 2 xonali kerak deganlar uchun 2 xonalikda 2,5 million so'm qilib beryapmiz deganlar. 1 million 250 ming so'mdan chiqqan 2 xonaligi. Dastavkasi Toshkent Vodiyga bepul.
Xo'p, bundan tashqari menga ikkitadan 4 ta kerak deganlar uchun mana ko'rib turganingizdek, buni 1,5 ga 2,5 metr qilib berganmiz. Buni 2,40 qilsa ham bo'ladi, 2,5 metr qilsa ham bo'ladi. Buni narxini tomsiz holatda 3,5 million, tomi bilan 4 million so'm. Bundan tashqari bu ham o'sha 4 metrlik. Endi mana 4 xonali, 2 xonali qilganmiz. Общий bizda hammasidan bor. Misol uchun 1,5 ga 1,5, 1,5 ga 2, 1,5 ga 2,5 metr, 1,5 ga 3. Ya'ni 1,5 ga 1,5 dan boshlab 4 metrda oralig'idagi razmerlarni hammasini chiqarib beramiz, xudo xolasa. Bundan tashqari mana bunaqangi yangi emas u. Buni ham anchadan beri qilyapmiz. Ko'rib turganingizdek mana. Jigarlar, bu nima vazifa bajaradi deganlar uchun yemini berasiz. Mana. Har bitta qo'yga alohida bo'ladi. Qancha yem yeyotganini ham nazorat qilib turishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, tevasidagi nima vazifa bajaradi deganlar uchun bu joy ham gayka bo'ldi bo'ladi. Hashayni solib qo'yasiz, o'zi tortib yo'radi jigarlar. Mana eshiklari ham mana bunaqangi holatda bemalol ochilaveradi mana. Yana bunday qilib qamab qo'yaverasiz. Buni har bitta xonasini, ya'ni boshqa tunuka, boshqa mayda-chuyda ish ko'payib ketganligi uchun buni har bitta xonasini 1 million 400 ming so'mdan qilib berdik. 1 million 400 ming so'mdan bir xonasi chiqadi buni. Prostoy oxirgi bo'ladigan bo'lsa 1 million 200 ming so'mdan. Oxirgi ish ko'payganligi uchun, rashodga qo'yilganligi uchun 200 ming so'm qo'shilib qolgan. Bundan tashqari ustaxonaga keladigan bo'lsa keling. Taxtalarimiz ham yangi, tovuqxonamizni ham bitta obzor qilib qo'yamiz deganlar, like bosib esdan chiqmasin. Mana tovuqxonamizni 3 million so'm qilib berdik. Plastmassa polli bo'ladi. Plastmassa polni o'zini 60 ni 140 ming so'mdan o'zimiz sotamiz. Jigarlar mana. Haligi tovuqqa chana tushib ketmaydi, burga tushib ketmaydi, o'sha hisobini olganmiz. Setkalari ham baquvvat, 5-6 yil, masu 10-15 yil bemalol maza qilib ishlataverasizlar. Profillari yangi bo'lgan. Tunuka profnasil qilingan, profnasil tagidan farga tashab qo'yganmiz. Xudo xolasa, bemalol maza qilib ishlatsalaring ham bo'ladi. Tovuqxona polni gayka bo'ltlik, yechib qilsalaring ham bo'ladi-yu, biz butunicha olib boramiz. Mabodo tovuq boqishda yig'ishtirib yuborsalaring ham, bir joyga yig'ishtirib qo'ysalaring ham bo'ladi o'zlaring. Xo'p, bitta eshigi bor mana. Eshigida don ish uchun narsalari bor. O'rtasida qo'ndag'i bo'ladi. Qo'ndag'ini xohlasangiz taxtadan qilib beramiz, xohlasangiz temirdan qo'yib beramiz. Agar sovuq tortadi deydigan bo'lsangiz. Narxi 3 million so'm. Tagida patnisi ham bo'ladi. Patnisning vazifasi o'sha tovuqdan tushgan ahlatni shuni to'kib, yana pok yuvib turib joyiga qo'yib qo'yasiz. Pokiza turadi. Mana 4 metrlik sepishyapti. Yana bitta 5 metrlik zakasimiz bor edi. Buni ham kraskasini sepishyapti. Endi ichkariga kiramiz, jigarlar. Hop. Keling. Ichkariga kiradigan bo'lsa ham bolalar tayyorlashyapti. Xudo xolasa bu 2 metrlik, bu yig'ilmaydigan varianti arzonroq chiqadi. Buni narxi 2 million so'm chiqadi, yig'ilmaydiyoni, xudo xolasa. Hammasidan bor jigarlar. Bemalol ekranda nomerlar qoldiraman. Telegramdan qo'yxona rasmlari desalaring, rasmlarni tashab, manzillaringni, lokatsiyalaringni tashlasalaring, agar olishlaring aniq bo'lsa, zaklat olmasdan ham jo'natib yuboramiz. Agarda hech kim zakaz qilmaydigan razmerlarda zakaz qiladigan bo'lsalaring, iloji yo'q, 5-600 ming so'm zaklat olamiz. Sizdan boshqa hech kim olmaydi-da, o'shaning uchun iloji boricha bemalol telefon qilaverasiz. Hammalarga rahmat.